Assalomu alaykum. Siz bilan Nero jamoasi. Mening ismim Ravshan. Bugun sizni fekalniy nasoslar bilan tanishtiraman. Fekalniy nasos nima o'zi? Fekalniy nasos qachonki sizni masalan aytaylik podvalda qanaqadir sanuzil bor, lekin kelayotgan kanalizatsiya quvuri balandroqda, podval qismi уровни pastroqda. O'sha paytda shu kabi fekalniy nasoslar ishlatiladi. Fekalniy nasoslarning turi har xil, ya'ni ob'yomingizga qarab, chiqayotgan chiqindilarga qarab, ularni ham shunga yarasha razmerlari o'zgaraveradi. Ba'zilari kichkina bo'lishi mumkin, ba'zilari katta bo'lishi mumkin. Hamma narsa hisob-kitobga kelib taqaladi. Nechta sanuzil, nechta unitaz, nechta kirmoshina va shunga qarab fekalniy nasoslar tanlanadi. Bugun sizlar bilan fekalniy nasos bo'yicha sal gaplashamiz. O'tgan savollar bo'yicha menga kelgan savollar ichki tuzilishi va ishlash prinsiplarini sizlar bilan gaplashamiz. Fekalniy nasosimiz ko'pincha kichiklari shu kabi ko'rinishda bo'ladi. Bu yerga nima ulanadi, yoki qanaqa ulanadi degan savollarga keladigan bo'lsak, shu yelimli joyga ko'pincha unitaz ulanadi. Unitazni chiqindilari chiqib ketayotganda orqasida pichoqlarga uchlaydi va shu chiqindilarni tez aylanayotgan pichoqlar maydalashni boshlaydi va tepa qismga otib bera oladi. Otib berish balandliklari ham har xil bo'ladi. Ko'pincha 6, 8, 10 metrga borishi ham mumkin. Undan keyin faqat unitazmi yo boshqa narsa ulasak bo'ladimi? Ha, albatta. Unitaz, undan tashqari aytaylik yonida rakvina yoki qanaqadir kichik bir sanuzil bo'lishi mumkin yoki kirmoshina bo'lishi mumkin. Bemalol shuni ob'yomini hisoblab va litri to'g'ri keladimi, to'g'ri kelmaydimi, litr hajmlari to'g'ri keladimi, kelmaydimi shularni hisoblab har xil nasos turlarini olishingiz mumkin. Siz uchun bu nasosni orqasini kesib tayyorlab qo'ydik va orqa ko'rinishini ko'ramiz. Ko'rayotganingizdek, bu yerda spetsialniy fekalniy nasos turadi. Bu nasosning vazifasi kelayotgan suvni nafaqat tepaga tashlab berish, balki kelayotgan axlatlarni pichoq bilan maydalab, birinchi tayyorlab, keyin tepaga otib beradi. Otib berish razmerlari aytganimdek 6 metr balandlikdan 10 metr yoki undan baland bo'lishi mumkin. Uni nasos turiga qarab o'zgaraveradi. Shu tarafini, chap tarafini ko'rayotgan bo'lsangiz, mendan chap tarafi. Bu yerda poplovok bor. Bu poplovok nima uchun? Poplovok buni o'zini chiqindi suvlarini ushlab turish zapasi bor. Qanaqadir zapas tugagandan keyin, poplovok tepaga ko'tarilgandan keyin nasos, ya'ni fekalniy nasos ishga tushadi va suvni, ichidagi suvni, axlatlarni tepaga tashlab berish xususiyatiga ega. Montajga keladigan bo'lsak, buni hech qanaqa qiyin tarafi yo'q. Bunga qanaqadir kuchli ustak shart emas, balki uy egasi ham bemalol o'rnata oladi. Faqat montajdan keyin bo'ladigan narsalar ham mavjud. Albatta, chumchuq so'ysa ham qassob so'ysin. Lekin montajdan keyin buni avaylash kerak. Shu joyi borki, bunga latta yoki qanaqadir gigiyenik narsalarni tashlab bo'lmaydi. Servisda kuzatildiki, asosan 90% buni nasosini to'xtab qolish, kuyish emas. To'xtab qolishi shu ichidagi topilgan latta, gigiyenik vositalar bo'lib qolgan. Undan keyin u narsa tozalangandan keyin bemalol ishlayveradi. Shuning uchun shu joylarni albatta avaylashimiz kerak. Keyin qo'shimcha ko'pincha обратный klapan qo'yishadi fekalniy stansiyaga. Nero fekalniy stansiyalarida обратный klapan o'sha ichida bor. Bunga дополнительный обратный klapan qo'yish shart emas. U birinchidan, ikkinchidan ishlayotganda avtomatik tarzda ishlaydi. Ya'ni suv keldi, poplovok ko'tarildi, suv ketdi. Suv tushgandan keyin bu to'xtash vazifasi bor. Va eng asosiysi buni ichidagi nasosini ustidagi devori 304 marka yuqori sifatli zanglamas po'latdan ishlab chiqariladi. Bu degani ancha yil xizmat qilish uchun tayyorlangan Nero fekalniy stansiyasi deyiladi.
Agar video bo'yicha qanaqadir savolingiz bo'lsa, bemalol izohlarda kommentariy qoldirishingiz mumkin. Albatta, u kommentariyalarga o'zim javob berishga harakat qilaman. Video yoqqan bo'lsa, like tugmachasi esingizdan chiqmasin. Bundan tashqari kelajakda yangi shu kabi ma'lumotli, foydali videolar ko'p olmoqchimiz. Sizlarni podдержкалар va sizlarni motivatsiya orqali biz shu videoni yanada ko'paytirishga harakat qilamiz. Va yangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun qo'ng'iroq tugmasini ham bosib qo'ying. Salomat bo'ling, siz bilan Nero jamoasi.